Bizning oilada hozir xalqaroliq bir ig'ir masala yuz beryapti. Bu masalani nurg'un olimlar, texniklar, professorlar, doktorlar, aspirantlar, ekspluatatsiyachilar ish qilib, ilg'ar ideyadagi odamlarni o'ylab tegi yetenmagan ham yeshimini yeshanmagan bir ish. Bu masalani biz faqat hal qilamidik axloqdan ishkimiz. Şuna to'g'ri chiqib sizlardan yordam so'ramoqchi. Sizlar bizga yordam qilinglar. Qanday qilsak bu masalani hal qilib bo'ldi. Chunki biz er-xotin ikkimiz ma uyda baslashib turib bir-birimizdan semiryapmiz. Tulumdek. Hozir semirib shu darajaga yetdikki, mening erimni quchoqlasam qo'lim yetmaydigan, erim meni quchoqlasa qo'li yetmaydigan bo'lib qoldi. Shu sababdan kechda ikkimiz bir-birimizga keynimizni qilib ketyapmiz. Qo'sqimiz taqishib. Biz bek semirib ketdik. Biz tamoq yemay, o'ruqlashga janglar qilib baqdik. Biroq kech o'g'anda qo'zimiz ishga deydik yana. O'ruqlash tarisi yeyish kerakmi? Ammo men o'ruqlash tarisi yapmoqman qo'rqman. O'ruqlash tarisini yeganda o'ruqlaganlar yana o'xshash fantam o'tdi. Chiniqish kerak. Lekin sizlarcha bizning maishimiz mumkinmi chiniqish? 40 yosh kirgan qanday chiniqimiz? Qanday qilsak o'ruqlaymiz? Biz o'ruqlasak bo'ladi. Hozir semirib shu darajaga yetdikki, yo'lishim qilichini chiqarib, lozim bo'lganda qilichini chiqarib vaqirayman deb vaqirsa men ershi olsa aylanma. Shu darajaga semirib ketdik. Endi er kishi semirib kesishim bo'lmaydi ekanligi mening yo'lishimni bo'yi paka semirib kes bo'lmaydi. To'pquluq shaqaldi semirib kessa. Mening bo'yam egiz, men semirib kessam uningdan yo'g'an tufulimdagi xotin bo'lib ketaman. Bu ishimiz faqat mos kelmagan bir-birimizga bo'y turishayotgan. Shuna o'zimizni salohiyatini saqlabroq, mundaq o'rug'roq, mundaq moskagidek holatni saqlab qolsak bo'ladi. Ahmatida bu ish ballar unda qilmay bir maslahat beringlar. Qanday qilgani o'ruqlig'im bo'ladi. Mening ma yo'lishim ko'ktat yemaydi o'qana go'shtli yeydigan erma bu. Men ko'ktatni jiq yeyman. Endi mening ko'ktatni jiq yeyishimni ko'zda tutgan ahvol ostida mening o'ruqlishim sal osonroq to'xtaydi. Chunki men ko'ktatni yeb turib o'ruqlsam bo'ldi. Biroq yo'lishim qat'iy yemaydi ko'ktatni. Go'sht yemaydi. Şuna yardım qilib bizning o'ruqlishimizga yardım qilinglar. Galiskar qilasiz kirib ketmayli yana.